Xalq deputatlari Hazorasi tuman kengashining navbatdan tashqari sessiyasida hududga rahbar tayinlash bilan bog'liq tashkiliy masala ko'rib chiqildi. Sessiyada viloyat hokimi Jo'rabek Rahimov, xalq deputatlari, tuman va tumandan saylangan viloyat kengashi deputatlari, viloyat hamda tuman hokimining o'rinbosarlari, viloyat idora va tashkilot rahbarlari, faollar ishtirok etdi. Kun tartibidagi tashkiliy masala yuzasidan viloyat hokimi ma'ruza qildi. Tumanning ijtimoiy-iqtisodiy salohiyati keyingi yillarda amalga oshirilgan ijobiy ishlar bilan bir qatorda barcha sohalarda yo'l qo'yilgan kamchiliklarni alohida raqamlar misolida to'xtalib keskin tanqid qildi. Tumanda ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlar o'sishi sezilmayotgani, mavjud ishlab chiqarish salohiyatidan to'liq foydalanilmayotgani, belgilab berilgan reja va loyihalar vaqtida ishga tushirilmagani, umuman olganda tuman deyarli barcha sohada past ko'rsatkichlar qayd etgani aniq misollarda keltirildi. Sessiyada shu kungacha Hazorasi tuman hokimi vazifasida ishlab kelgan Maqsudbek Abdullayev mehnat faoliyati davomida tumanning ijtimoiy-iqtisodiy qurilish, obodonlashtirish, tadbirkorlik, aholini turmush farovonligini yaxshilash sohalarida ishlarni o'z holiga tashlab qo'yganligi, mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanilmaganligiga to'xtalib o'tildi. Shundan so'ng sessiyada Hazorasi tuman hokimi lavozimiga tavsiya etilgan Jumaniyozov Ruslan Rustamich bir ovozdan tasdiqlandi. Ruslan Jumaniyozov bunga qadar Yangibozor tumani hokimi lavozimida faoliyat olib borgan. So'zga chiqqanlar yangi rahbar atrofida jipslashib, oldda turgan muhim vazifa va topshiriqlarni sidqidildan bajarishga so'z berdilar. Sessiyada Hazorasi tumanini 2026-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va aholi turmush sharoitini yaxshilash bo'yicha yangi rahbar va deputatlar tomonidan yo'l xaritasini ishlab chiqishlari topshirildi.